Kartoshka nechi pul aka? 4,5. Kaç kilochi? 5 qilib beraman. Dehqonchilik o'zim. Barakat. Bo'l, zavtraga o'tib ketdi ana, tamam. Xo'p, bilarmidinglar, Yangiyo'lda ertalab soat 5 dan keyin Optim bozor bo'lishini bilarmidinglar? Shuni ko'rib turganingizdek. Ertalab Optim bozor bo'ladi shunaqa. Zelendan ketdi. Balgasi nechi pul ekan? Balgasi 2,15 qilib beraman. 2,15. Galsi bor mana. Kabachkilachi? 5 qilib beraman. Dehqonchilik o'zim. Barakatini bersin. Barakatini bersin, xos. Xos, qo'yaylik ham. 15 ming ekan mana. Kartoshka, piyoz ham bor ekan. Kartoshka nechi pul ekan? 4,5. Qachga? Ha, o'zingiznikimi? Ha, mesnimi? Barakatini bersin. Yangiyo'l bozori bunaqa pustoy holda ko'rganmisizlar? Kamdan kam bo'ladi. Ertalab vaqt tursanglar shunaqa. Xullas, masalan, nima ko'rsatmoqchiman? Mana bu tarafda sut mahsulotlari sotiladi. Qatiq deysizmi? Qaymoq deysizmi? Birinchi sotiladi. Optim ertalab kelishadi. Nimaga bular ertalab kelishadi? Sabab kunduzi joy bo'lmaydi va bozor ko'mni ham qo'ymaydi bular. Chunki ertalab vaqtda kelishadi. Kimga ko'p kerak bo'lsa, olib ketaveradi. Shuning uchun meva-chevalar ham, sabzavotlar ham shunaqa sotiladi. Kamayib qolib kerak. Qoring, yaxshimisiz? Mana nima ekan? Ana sari yo'q, bu. Qaymoq keling shunaqasi? Yo'q, hozir. Ana brinza bormi? Brinza demoqchi edim. Yaxshi brinza bo'lsa bering. Bunaqa ko'p emas, naglazda mana shuni 3 dan birimi, shuni yarmimi? Sutlar nechi bundan? 8 mingdan. Litr, ha? Ozgina bering, agar bo'lsa, iloji bo'lsa. Ozgina ko'p, voy. Bo'l, zavtraga o'tib ketdi ana, tamam? Bismillah. Bismillah. Afrika. Bering, yarmini bering. Tamam, bo'ldi. Qaymog'izchi? Mana shu idish-a? Shunda qancha bo'ldi? 30 ming. Qaymoq ham so'radingiz, a? 55 deysiz, xo'p. Maydami, xo'p bo'ladi. Tak. 20 bo'lsa 55 mana. Sanab o'qing shuni. Ekan bermadi, to'g'ri. Bozorda bersin, xo'p.